Usti bilan urishdim darvara ustida. Hamsiyamiz Ismat bilan urishdim, yana suv ustida. Yanami? Ha, yana. O'zingizlar nerdan urishasizlar? Mana qara, ustini xotini bilan urishasanmi? Ismat xotini bilan urishasanmi? Yorib tashlayman. O'zi bilan ham urishaman kerak bo'lsa. Menga qara, o'zim seni trinovka qilib tayyorlantiraman, ertaga jang uyushtiramiz. Yur xotin. Bo'lmasa hozir trinovka qildiraman seni. Ertaga jang tashkillashtiramiz. Davay, turing, ketdik. Keqa xotin u yakirqani? Uyda nima qilamiz? Trinovka qilamiz. Uydam. Ha, hardan. Kirqani, kir o'rgataman o'zim. 1 to'g'ri ur qani, to'g'ri ur. Qanday? Kir, yana bitta. Trinovkada qiyin bo'lsa, jangda oson bo'ladi. Yur xotin. Xotin zo'r, davay, ko'tar. Ha, ishla, o'qirachi. Davay, xotin isi yoramiz ular. Assalomu alaykum qishloqdoshlar. Bugungi Samon Press ligamizni ochiq deb e'lon qilamiz. Hamda davramiz to'riga ikki boyeslarimizni chaqiramiz. Qani? Kelinglar. Qo'rqmang. Bo'ldi, o'zingizlar bo'lsin. Endi jang boshlashdan oldin men sponsorlarimiz bilan tanishtirib o'tsam. O'zi bitta sponsorimiz bor, u ham chorakani magazni. Yutgan odam 2 kilo kartoshka, 2 kilo piyoz, yana 5 litrli yog'. Undan tashqari nokaut qilsa deyapti, 2 kilo go'sht ham qo'shib beraman dedilar. To'g'rimi? Nima deysizlar shunga? Ma'qulmisizlar? Davaymi? Davay. Bo'lmasa jangni ochiq deb e'lon qilamiz. Qani? Boyeslarimiz hamma tayyormi? Siz tayyormi? Bizlar tayyor. Ha. Siz tayyormi? Ha, tayyormiz, ha xotin. Boyeslarimizni jang maydoniga chorlaymiz. Qani kelinglar.